yoki 3 oylikka yashab kelaman yoki bir umr ketaman desam, mana ish joyim bu yerdan qoladi. Va kunlarning birida Instagramga menga direktdan SMS keldi va Coral Club imkoniyatlari haqida menga aytishdi. Va bu biznesning eng yaxshi tarafi, agar men O'zbekistonga 2-3 oyligiga yoki ponni ko'chib ketaman desam, o'z biznesimni o'zim bilan olib keta olar ekanman. Xohlasam Dubayga borib yashar ekanman, xohlasam Amerikaga, xohlasam Rossiyaga, xohlasam Turkiyaga. Faqat bitta telefonda ishlar ekansan. Va shu shaklda men harakatimni boshladim. Direktor bo'ldim va o'zimga komanda yig'ishni boshladim. Hozirgi kunda bir necha iste'molchilarga va bir necha partnyorlarga egaman dunyo bo'ylab. Agar qaysi davlatda bo'lsangiz ham o'sha puli, ya'ni daromad sizni o'zingizning kartangizga tushadi va albatta siz bu maoshdan nalog to'lab o'zingizga dokumentalniy usulda oylik olasiz. Agar siz ham uyda o'tirib yoki o'zingizni ishingiz bo'lsa ham parallel qilib qo'shimcha daromad qilaman desangiz, faqat bitta telefon orqali o'zingizni vaqtingizni o'zingiz taqsimlab, hozirgi kunda 5 ta qizni komandamga qabul qilaman. Ish sizga hammasi o'rgatiladi. Agar siz ham daromad qilishni xohlasangiz, kommentariyga ish so'zini qoldiring va albatta menga direktdan murojaat qiling.